xullas, bitta kanalga kelibsizlar. Bugun biz Python bo'yicha kurslarimizning 30-darsini olib o'tamiz va 30-darsimizning mavzusi bizda oldingi darslarimizning random mavzusini davom ettirish bo'ladi va bugun biz ya'ni zar kubiklarini yasashni o'rganamiz. Ya'ni biz u zar kubiklari bilan ular yordamida random sonlar tanlashni o'shanday tanlovchini yaratishni o'rganamiz va birinchi bo'lib o'zi zar kubiklari deganda u bizda masalan narda o'yinida yoki qandaydir boshqa nimadir son tanlash bo'yicha monopoliya boshqa o'yinlarda ishlatiladigan kubikchalar hisoblanadi va ularda 1dan 6gacha bo'lgan sonlar bo'ladi. Xo'p, keling endi birinchi bo'lib biz bizning kubiklarni ko'rinishini yasab olish uchun biz bir nechta kodlar yozishimiz kerak bo'ladi va ulardan oldin biz import randomni qilib olishimiz kerak bo'ladi va import random qilamiz va undan keyin biz birinchi bo'lib print qilib olishimiz kerak bo'ladi va bir nechta kodlarni yozib olishimiz kerak bo'ladi. Ularning ichida biz birinchi mana bunday slash qo'yamiz va uning ichiga u25cf deb yozamiz. Mana bunday u25cf qilamiz va uni oldidan yana bitta slash qo'yamiz va slash u250c qilamiz va slash u2500 slash u2510 slash u2514 va slash u2518 va bu kodlarimiz nimaga kerak deb savol bersangiz hozir ko'rib olamiz. Xo'p, agar biz buni ishlatadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek bizda mana bunday maxsus belgilar paydo bo'ldi va biz buni o'sha zar kubiklarini ko'rinishga keltirish uchun bulardan foydalanamiz va bularni Ctrl C qilib olamiz va mana bu yerga joylashtiramiz va bularning barchasini kommentariyga olib qo'yamiz va endi bizga mana bular kerak emas, chunki bizga eng kerakli bo'lgan belgilar paydo bo'ldi va keyin qiladigan ishimiz biz hozir kolleksiya yaratib olishimiz kerak bo'ladi va kolleksiyani biz oldingi darslarimizda o'tganmiz va kolleksiya nimaligini bilmasangiz albatta kanalga o'tib u haqidagi mavzuni ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi va birinchi bo'lib biz kolleksiyaga nom o'ylab topamiz va keling bunga masalan zar nuqta t deb yozamiz, ya'ni zarning tashqi ko'rinishi deb yozamiz va tenglashtiramiz va uni mana bunday ochamiz. Va biz zardan yaratib oldik va keling bularni davom ettirishdan oldin biz ekzemplyar tarzida bitta o'sha zar kubini yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bunday qilamiz va pastdan biz shunchaki mana bunday 5 ta qo'sh tirnoq ochishimiz kerak bo'ladi va 5 taligini sababi hozir ko'rib o'tasiz. Mana qavslar kerak emas. Va mana buni o'chirib turamiz. Keyin o'chirib turaylik. Yana bitta qavs ochamiz, yana bitta va yana bitta. Va bizda 5 ta qavs bo'ldi va keling endi ularga mana bularni joylashtirib chiqamiz. Birinchi bo'lib biz chap tepa burchagimizni qo'yib olamiz va undan keyin esa mana bu chiziqlarimizdan aynan 9 ta qo'yishimiz kerak bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va bizni o'ng tepa burchagini qo'yishimiz kerak bo'ladi va qo'yamiz va endi keyin qiladigan ishimiz biz mana bu yerga tekis chizig'imiz qolibdi. Hozir keling mana bu yerdan print qilamiz. Aha, bizga ham aynan mana bu yerga hozir bizga tekis chiziq kerak edi. Va biz klaviaturada mana belgini qo'ysak ham bo'ladi, ammo biz buni mana bu tarzda ham yozsak bo'ladi. U25 hozir bunday qilamiz. Va biz o'sha tekis chiziqni yaratib olish uchun biz slash belgisi u va 2502 deb yozishimiz kerak bo'ladi va biz print qilganimizdan so'ng aynan bizga o'sha tekis chiziq paydo bo'ladi va endi biz buni o'chirib mana bu yerga qo'yib qo'yamiz va mana buni o'chirib tashlaymiz. Va pastdan endi keling mana tekis chizig'imizni olamiz va bu yerga joylaymiz va aynan 9 ta
bo'shliqni qoldiramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 va mana buni qo'yamiz. Va ayni xuddi shuni ko'chirib olamiz va pastga qo'yamiz. Yana bir marta ko'chiramiz. E, ko'chiramiz. Pastga qo'yamiz va bu yerga esa biz endi past burchakni qo'yamiz. Past chap burchagimiz va mana bu chiziqcha bilan 9 qo'yamiz va o'ng burchagimizni qo'yamiz. Va ko'rib turganingizdek biz mana bunday o'sha zar kubik paydo bo'ldi va endi biz buni bir zar qilmoqchi bo'lsak, aynan mana bu yerga mana buni qo'ysak, ko'rib turganingizdek bizda ya'ni bir son ko'rsatib turuvchi o'sha kubik paydo bo'ldi, random kubik va endi biz o'sha zar nuqta k qilsak bizda zarlar kolleksiyasi bo'ladi. Xo'p, mana buni o'chiramiz, zarlar kolleksiyasini qilamiz va tenglattirib olamiz o'sha kolleksiyalar qavisiga. Ya'ni bizga kolleksiyalar qavisi quyidagidek ko'rinishda ega va endi biz bu yerdan bizning sonlarimizda kubiklarimiz 6 xil son bo'lgani uchun biz 6 xil son qilamiz va birinchi bo'lib bunga o'sha kalitni berishimiz kerak bo'ladi va endi unga kalitga tegishli bo'lgan narsani bu yerda yozamiz va birinchi bo'lib mana buni copy qilib olishimiz kerak bo'ladi va vergul qo'yamiz. Qavisni biz kalitdan keyingi bo'lgan joyga qo'yamiz va mana buni yonidan biz davom ettiraveramiz. Va mana bularni orasiga vergul qo'yishni unutmaymiz. Va biz qo'yib chiqdik va endi keling bularni chiroyli ko'rinishga keltiramiz. Mana bunday qilamiz va albatta ayni mana qavs orqasidan ham vergul qo'yishni unutmaymiz. Va qo'ydik. Endi keling endi ikkinchi 2 soni bilan ham xuddi shunday qilib chiqamiz va buning uchun biz shunchaki mana buni ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Va mana buni o'rniga biz 2 qo'yishimiz kerak bo'ladi va uning uchun biz mana buni ko'chirib olamiz. Va mana bu yerdan bittasini qo'yamiz. Ctrl C, Ctrl V va ikkinchisini mana bu yerdan qo'yamiz. Va ko'rib turganingizdek bizda 2 raqam hosil bo'ldi va endi keling 3 qilamiz. Hop, mana buni ko'chirib olamiz. Ctrl C, Ctrl V. Birinchi qilishdan oldin biz mana bunday 3 qilamiz va 3-sonni yozamiz va endigina biz mana buni Ctrl C qilib olamiz va bu yerdan esa Ctrl V qilamiz va bu yerga endi 3 sonni yozishimiz kerak bo'ladi. Va keling 3 qilishdan oldin 3 bilan 2 mana bu joy juda yaqin bo'lib qolibdi va keling 2 ni mana bu yerga mana bunday qilamiz va bunisini esa mana bunday qilamiz va bizda 2 bo'ldi va endi 3 ni qilish uchun esa biz ikkilarni mana bunday joyga qaytaramiz va o'rtasidan yana bu yerda dumaloq o'sha nuqtani qo'yamiz. Ya'ni bizga u 3-raqam bo'lib bizga 3 sonni aniq ya'ni ko'rsatuvchi kubik aylanadi va biz endi keling 4 ni qilamiz. 4 da esa bizda 4 ta o'sha burchakda bo'ladi. Ya'ni 4 ta nuqtalar. Ularni barchasini olib tashlaymiz va mana bu yerdan birinchisini qo'yamiz. Ikkinchisi, uchinchisi va 4-inchisi va ko'rib turganingizdek bizda 4 bo'ldi. Keling endi buni 5 bilan qilamiz. 5 va 5 ni qilish uchun esa biz mana bularni bittadan chapga surishimiz kerak bo'ladi. Bunday qilamiz va mana bunday qilamiz va o'rtasidan yana bitta nuqta qo'yamiz. Mana buni Ctrl C qilib bu yerga Ctrl V qo'yamiz va bizda 5 sonni anglatuvchi kubik ham paydo bo'ldi va keling endi oxirgisi 6 ni qilamiz. 6 ni ham biz xuddi shunday buni Ctrl C qilib olamiz va bu yerga joylashtiramiz va biz shunchaki mana bularni
o'rtasidan yana bitta sharik qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buni Ctrl C ko'chirib olamiz va mana bu yerdan bitta va bu yerdan bitta qo'yib olamiz. Va ko'rib turganingizdek bizda eng asosiy bo'limni qilib bo'ldik. Ya'ni biz hozir o'sha barcha mana bu kubiklarni ko'rinishlarini yaratib oldik va endi bizda keling mana bu tortni ham chiroyliroq qilamiz. Ozgina xunukroq ko'rinishda bo'lib qolibdi. Ha, ancha chiroyliroq bo'ldi. Xo'p, keling endi biz davom ettiramiz bizning kubikni yasashimizni. Xo'p, keling endi kodlardan boshlaymiz. Xo'p, birinchi bu biz kod yozishdan oldin biz ozgina o'zgaruvchanlik linkini yaratib olishimiz kerak bo'ladi va biz birinchi o'zgaruvchanlik linkimiz misolida biz aynan mana shulardan e, bittasini qilib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni agar biz mana bu yerga masalan zar degan o'zgaruvchanlik linkini bersak kichkina bilan va zar teng mana bunday belgi qavs bilan qo'yamiz va bizni zarlar nechiga tengligini bildirib turadi. Ya'ni bizda agar zar 6 ga teng bo'lsa, bizda aynan mana bu ko'rinishni olib chiqib beradi va bizning zar o'zgaruvchanlik linkimiz aynan shu vazifani bajaradi. Va keyingi qiladigan ishimiz biz umumiy degan o'zgaruvchanlik linkini yozamiz va bunga hozircha 0 tutib turamiz va umumiy degani esa bizda o'sha o'zgaruvchi tushirgan sonlar, masalan, u bir nechta zarlar kubikini ochsa va ularning sonlari yig'indisi, ya'ni ular tushgan sonlarning yig'indisini ham bizga hisoblab beradi. Xo'p, xuddi narda o'yiniga o'xshab va monopoliya o'yiniga ham o'xshab bizda ya'ni biz ikkita zar kubigini otganimiz necha son tushsa biz o'shancha yurish qilar edik va keyingi o'zgaruvchanlik linkimiz esa ya'ni zar soni bo'ladi. Ya'ni foydalanuvchi otmoqchi bo'lgan zarlar soni, zar son deb yozamiz va uni ichiga integer, chunki u faqatgina raqam yozishi mumkin va input nechta zar otasiz deb yozamiz yoki tashlaysiz. Otasiz desa chiroyliroq bo'ladi. Keling, mana tashlaysiz deb yozamiz. Tashlaysiz va ikkita nuqta so'roq qo'yib va foydalanuvchi uchun bo'shliq qoldiramiz. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz biz random.rangent degan funksiyadan foydalanamiz. Random.rangent degan va biz buni ichiga, ya'ni random rangent degani biz kiritgan sonlar orasidan random bir sonni tanlab beradi va bizning holatda esa ya'ni a son va b son o'zi ko'rsatib berdi va bizga 1 dan 6 gacha son kerak. Chunki buning sababi esa bizda aynan mana bu yerda ham bizda aynan 6 ta son mavjud. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz biz aynan bizning zarga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Append qilishimiz kerak bo'ladi, ya'ni qo'shishimiz kerak bo'ladi uni ichiga. Aynan mana shu narsani buni ichiga ham yozsak bo'ladi. Chunki biz aynan o'sha zarning ichiga aynan 1 dan 6 gacha bo'lgan random son kiritiladi va aynan bizning zar aynan mana shunga qo'shilib ketaveradi, shunga teng bo'lib qoladi. Va keyin qiladigan ishimiz biz aynan mana shuni for sikliga ya'ni for komandasiga qo'shishimiz kerak bo'ladi va buni ichiga for zar deb yozamiz. In range, ya'ni orasida, nimaning orasida? In range, ayni bizning zarlar sonini orasini ichida bo'lsa, biz mana bu yerga ikkita nuqta qo'yamiz. Va ana foydalanuvchi kiritilgan son ichiga bo'lsa, biz mana bu funksiyani amalga oshiramiz va pastda endi biz shunchaki print qilib olishimiz kerak bo'ladi bizning zarimizni. Va keling javobni ko'ramiz endi. Va ko'rib turganingizdek, nechta zar tashlaysiz? Masalan, bizda ikkita zar bo'lsa, xo'p, xatolik chiqib keldi. Line 45, 45-laynda bizda xatolik mavjud ekan. Append random .16. Biz mana bu yerga, aynan mana bu yerga zar emas, balki boshqa narsa qo'shishimiz kerak. Hop, biz yangi o'zgaruvchan linkini yaratamiz desak ham bo'ladi. Keling, aynan zarni o'rniga masalan zat yoki zay degan o'zgaruvchan, keling zay degan o'zgaruvchan linkini beramiz va hozir javobni ko'rsak, hozir bizda xatolik chiqib kelishi mumkin. Agar qilsak, yo'q, xatolik chiqmadi. Va ko'rib turganingizdek, nechta zar tanlaysiz bizga
1/6 chiqdi va keling biz buni zar emas, zay qilamiz. Ikkita qilganimizni. Ha, biz aynan mana buni zarga qaytarishimiz kerak. Chunki hozir biz shunchaki zay emas, biz zarni print qilishimiz kerak. Buning sababi esa bizda aynan zar ikkita random sonni bizga tanlab beradi. Zay esa bu yerga shunchaki qatnashib turuvchi o'zgaruvchanlik linki desak ham bo'ladi. Va biz agar buni ishlatsak va nechta zar talaysa 5 ta deb yozsa, ko'rib turganingizdek bizda 3 3 1 3 turadigan 5 xil random son yaratib berdi. Va bizda hammasi to'g'ri ishladi. Keling endi yana bitta for komandasidan foydalanamiz va buni ichiga for zay, bizning yana o'sha zayimiz in zar, ya'ni bizning zayimiz mana buning ichida bo'lsa, 1 dan 6gacha bo'lgan sonlarning ichida bo'lsa, umumiy, ya'ni bizning mana bu yerdagi umumiyimiz qaniydi? Ha, bizning mana bu umumiy bo'lib qolibdi. Bu yerni umumiy deb yozamiz. Umumiy. Bu yerga ham umumiy turibdi. Va plus teng. Ya'ni bizga plus teng degani har bir, masalan, har bir zarni ichiga bo'lsa, bizda umumiyga qo'shilib ketaveradi va umumiyning ichiga bizga zar qo'shiladi.